Men sizga bugun uy emas, kislorod sotaman. Guliston mostdan mashina bilan 3 minutlik ichkariga kiriladigan joyda mana shunaqa chiroyli kottejimiz qurilyapti. Bu yerda hozirgi vaqtda ikkitasi tayyor, lekin 15 ta kottej o'zini parkovka joylari, detskiy plashatkalari bilan sizga proyektini chiqarib beramiz. Siz bilan bittasini obzorini ko'ramiz. Qani ketdik. Hovlimizga kirib olishimiz bilan bizning bitta paradniy xodimiz va mashinalar kiradigan darvozaxonamiz. Bu yerda bemalol bitta mashinangizni qo'yib turib, tashqi tomonda tapchan qo'yib dam oladigan hovli qilib olishingiz ham mumkin. 2 stulni o'zining ichiga oladi. 2 etajlik zdaniyamiz qurilgan. Bu yerda nimalarni qilib beradilar? To'liq fasad ishlarini tugatib beradilar sizga. Ichki qismlarni shpaklovkalar va stяжкаларni qilib, korobka holatida sizga topshiradilar. Bu yerda albatta lesnitsalar bilan chiqib olamiz. Qani operatorimiz ham chiqsa, endi aka buyurmaysiz. Bu yerda ikkinchi etajga chiqadigan xod, undan keyin bizning birinchi katta bo'lgan zalimiz, patologlarimiz 3,5 metr atrofida baland-baland panoramli oynalariga ega, ko'rib turganingizdek kottejimiz to'liq g'ishtdan ko'tarilgan va barcha hujjatlarga ega. Xohlasangiz hozir kelib turib, oformleni qilib olishingiz mumkin. Bu yerda orqa hovliga chiqadigan zonamiz, bu yerni ham ko'rsatib o'tamiz. Qani keling. Undan keyingi ko'radigan joyimiz oshxonamiz va spalni bo'lyapti. Bu yerda ikkita eshigimiz bor. Bu yoqdan spalniga kiriladi. Mana bu yerdan bitta devor olib turib, oshxona qismi tushadi. Oshxonada ikkita trezasi bor, ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari mana bu yoqda esa bizning spalni xonamiz joylashgan va orqa hovliga chiqadigan joylar ham mavjud. Uyimizda podval qismi yo'q. Podval qismi o'zi faqat narsa qo'yish uchun, как сказать, mana bu yoqni foydalanishingiz mumkin. O'zingiz uchun alohida sanuzel tashlash uchun ham joylari mavjud. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi etajimiz ham plita bilan yopilgan, bolor qilinmagan. Bu yerda esa bizning bitta prixo'ji hol qismimiz kutib oladi. Undan keyin ikkinchi zal yoki ikkita xona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi zal sifatida foydalansangiz bo'ladi va undan keyin qo'shnining uyini ko'rmasliklaringiz uchun metallический jalyuzi qilingan. Qo'shnining uyi ko'rinmaydi va sizga havo aylanishini ham ta'minlab beradi. Shuni narsalarni e'tiborga olasiz. Juda havolik, toza joyda joylashgan lokatsiyamiz. Bilasizlar, bu yo'llarni Frunze deb kelaverasizlar. Undan keyin xuddi shunaqa mana bu yerdan ham bitta devor olinadi-yu, detskiy xonamiz va spalni radiatorskiy turibdi. O'zingiz uchun yana qulay planirovka qilib olishingiz mumkin. Shu uyimiz sizga qiziqmi? Pastda nomer qoldiramiz. Narxini 68 ming AQSh dollarga baholadik. Fasad ishlarini qilib berishadi.